2025-yil 3-variant test tahlili. Test muallifi Oybek Rabbimov. DTM testoligi tomonidan tuzilgan testlar tahlilini boshlaymiz. Demak, birinchi savolga diqqat qiladigan bo'lsak, biz asosiy urg'uni mana bu news so'ziga qaratishimiz kerak. News bu yerda yangilik degani. Yangiliklarni ifodalaydigan zamon o'zi bitta, har doim yodda tursin. Hozirgi tugallangan zamon kelishi kerak, ya'ni formulasi has yoki have plus fe'lning 3-shakli kelishi kerak. Asosan mana shu formula ishlaydi. Demak, news so'zi borligini hisobiga biz to'g'ri javob qilib, mana bu has past variantini olamiz. Demak, C variant to'g'ri. Va hozirgi vaqtda bo'layotgan DTM testlarida bir narsa muhim, ya'ni xarita bilan ishlash. Xarita bilan ishlashda har doim shu 18 ta grammatikani bittasi xaritaga doir tushib, buni ishlash uchun asosan tarjimani bilishimiz kerak. So'rayapti. Avvalo ma'nosini tushunib olamiz. Excuse me, kechirasiz. Could you tell me, menga ayta olasizmi? Where, qayerda? Bank. Ya'ni bank qayerda? Xaritaga qaraymiz. Bank mana bu yashil rang bilan belgilangan. High Street sinema bilan post office oralig'i, School restorani orqasi. Aytilyapti, go through, to'g'ri bo'ylab yuring, ya'ni nima bo'ylab? The first street. Birinchi ko'cha bo'ylab yuring. Birinchi ko'chani topdik mana. Birinchi ko'cha bo'ylab kelyapmiz. Between the market and the park. Bog' bilan bozorni o'rtasidagi. Mana bu yerda xo'p, bog'ni topishimiz kerak. Bog' mana bu yerda, bozor market mana bu yerda. Demak, bizning o'rnimiz mana bu yerda ekan, First Streetda. Endi aytibki turn the right, turn right. O'ngga buriling. O'ng tarafga burilyapman. Central Streetga o'tdim. At the end of the road, ko'chaning oxirida, ya'ni ko'chaning oxirida debdi ekan. Yo adashib ketdik. Menimcha to'g'ri bo'ylab yurgan bo'lamiz va ko'chaning oxiridan o'ngga qayrilish kerak ekan. Tarjima xato ketgan. Mana bu yerda o'ngga qayriling ko'chaning oxiridan. Demak, First Streetdan yurayapmiz. Bog' bilan bozorning yonidagi. Yurgandan keyin o'ng tarafga qayrilamiz va qayrilganimizda u deyaptiki, maktabning yonida. E'tibor qilamiz, maktabning orqa tarafida bank bor. Xato. B variantda kinoteatr bilan pochtaxonaning o'rtasida qaraymiz. Post office bilan sinema bor, demak bank o'rtasi. To'g'ri. B variant. B variantni olamiz hozircha to'g'ri javoblar sarasiga kiritib. Opposite pet shop. Pet shop degani hayvon do'koni. Hayvonlar sotiladigan do'konchaning qarama-qarshisi. Pet shopda qarasak xaritada uni to'g'rida cherkov bor. Demak, xato. Besides bakery. Nonvoyxonani oldida debdi. Bakeryni topamiz. Xo'p, bakery mana bu yerda. Nonvoyxonani oldida maktab bor. Oldida supermarket bor. Qarama-qarshisi maktab bor. Demak, to'g'ri javob B variant bo'ladi. 3-savolga qaraymiz. 3-savolda e'tibor qilishimiz kerak. Mana bu yerda in 5 minutes 5 daqiqalarda debdi ekan. Tagiga chizamiz. Va bu yerda my favorite film deyapti. Jamoat jadvallari ifodalangan asosan. Jamoat jadvallari bilan ifodalanadigan bitta zamon bor. U ham bo'lsa present simple, ya'ni belgisi qarang. Fe'lning ayni o'zini kelishi yoki fe'lga he she bilan kelganda s qo'shimchasini qo'shilishi yoki mana bu do yoki does bilan gap yasalishi bo'ladi. Inkor va so'rog'i. Demak, bu yerda fe'lim birlik bo'lganligi uchun mana bu yerga s qo'shilgan fe'lni tanlayman. Har doim yodda tursin, ing bilan kelgan fe'l hech qachon gapda kesim yasamaydi. Buning uchun am is are to be kerak. Is start bo'lishi xato, ing bo'lsa to'g'ri. Mana bu yerda startingda is bo'lishi kerak va will be start bo'lishi xato, chunki be dan keyin yo fe'l ing kelishi kerak starting tarzida yoki started tarzida fe'lning 3-shakli kelishi kerak bo'ladi. Started to'g'ri yozildi menimcha. 4-savolga qaraymiz. 4-savolda so'z o'yini. Ya'ni so'z o'yiniga ko'ra give up degan birikma bor. Ingliz tilida tarjimada voz kechmoq degan. Amirbek voz kechdi ish qidirishdan shaharda va shaharni tark etishga qaror qildi deyapti. Demakki, bu yerda
voz kechmoq ma'nosida give up keladi. Give bilan qolgan predmetlar kelmaydi, umuman xato. Buni bilish uchun asosan so'z bilish kerak. 5-savol tasdiq so'roq gaplar. Tasdiq so'roq gapda mana bu qism inkor bo'lsa, tasdiq so'roq gap darak bo'lsa esa inkor keladi. Are not ga qaraymiz. Demak, tasdiq so'roq gapda not bor javoblar xato. A variant xato, shunda chiqarib tashlaymiz. D variant xato, not borligini hisobiga ketdi. Bizda C bilan B qoldi. Endi bitta narsa bor. Zerga olmosh berilmaydi, zerga zerning o'zi bilan yoziladi. Bu yerda agar ko'plik ot kelganida edi, zeyni ishlatsak bo'lar, lekin zerni olmosh bilan almashtirib bo'lmaydi. To'g'ri javob B variant bo'ladi. 6-si modallarga doir gap testlarini ishlash uchun tarjimani bilish kerak. Ya'ni aytayaptiki, I'm a citizen of England. Men Angliyaning fuqarosiman. Angliyaga borishim uchun viza olishim ... olishga majbur emasman. A variant. Ya'ni bu menga umuman shart emas degan ma'nosi bor. B variant. Bu yerda zamonga doir couldn't asosan o'tgan zamonni bildiradi. Mana bu yerda I'm ni qisqartmasini asl holiga qaytarsak, I am hozirgi zamon. Hozirgi zamon bilan o'tgan zamon kalit so'zsiz, ya'ni vaqt iborasiz bog'lanmaydi. B xato. Should modal fe'l maslahatni bildiradi. Men Londonga Angliyaga borishim uchun viza olishim kerak deyapti, lekin fuqaroga viza shart emas. C variant mazmunan xato. Bizda D variant qoldi. Ana endi shunchaki ehtiyoji yo'qligini ifodalash uchun biz needn't javobini olishimiz kerak. Mustn't esa, ya'ni bu borada ishlatilmaydi. Ya'ni mustn't juda ham qattiq inkor va shaxsiy fikrlarga nisbatan mana bu inkorni bildirishda mustn't kelishi xato bo'ladi mazmunan. 7-savol. 7-savolda biz qaysi mavzuda ekanligini bilib olishimiz kerak. Demak, has been, will be, was, used to kelibdi ekan. A taxi bor. Nuqtalardan oldin yoki keyingi so'zlar muhim biz uchun. A taxi ot kelgan. Demak, has been'dan keyin ot keladi, to'g'ri. Was'dan keyin ot keladi, to'g'ri. Will be'dan keyin ot keladi, to'g'ri. Used to'dan keyin esa fe'l bir kelishi kerak. Ketdi. Biz o'zi test ishlashdan maqsadimiz 3 ta noto'g'ri javobni topishdan iborat. Bitta to'g'risini emas, 3 ta noto'g'ri javob topiladi. Va bitta to'g'risi qolgandan keyingina titul varaqaga ko'chiriladi. Va biz taksiga qarab mana bu 3 ta javobni olib qoldik. Endi kalit so'zlarga qaraymiz. Chunki bu zamonlarni testi ekan. 5 years ago. Ego degan narsa har doim past simple ning kalit so'zi bo'lib keladi. Past simple da to be ning shakli was were bo'ladi. Bu yerda J ga qarab was ni olamiz. To'g'ri javob B variant. C variant bo'lishi uchun mana bu yerda ego ortiqcha, has been bo'lishi uchun ham ego ortiqcha, ya'ni kalit so'zi xato. 8-savol. Wishli gaplar. Wishli gaplarda now bo'lsa, mana bu yerda keladigan qolip past simple da bo'lishi kerak. Ya'ni past simple fe'l 2 kelishi kerak yoki did bilan fe'l 1 kelishi kerak. Did fe'l 1 va was yoki were kelishi kerak. Shunga nisbatlab oladigan bo'lsak, bu yerda wishdan keyin now borligini hisobiga mana shu 3 ta narsadan bittasi bor. U ham bo'lsa were. Tagiga chizamiz va to'g'ri javob deb olamiz. 9-savol. To'g'ri izohni topishimiz kerak ekan, ya'ni turmushga chiqadigan ayol, guy yigit, disappoint ko'ngli qolgan, bride kelin, sculpture haykal. Demak, bride kelin degan javobni olamiz. Bu yerda to'g'ri javob C variant. 10-savolda aytilyaptiki, this armchair is debdi. To be fe'lidan keyin har doim yodda tursin sifat so'z turkum keladi. Ya'ni mana bu yerda buni yozib o'tib ketamiz. To be plus har doim ot yoki sifat yoki son keladi. Bu yerda bizda sifat so'rayapti. Mana bu ly qo'shilgan so'zlar ravish bo'ladi ingliz tilida. To be bilan kelish xato, chunki to be bilan sifat kelish kerak.
More soft bo'lishi uchun gapda then kerak. Then yo'qmi? Xato. Ketdi. Bu ham most bo'lishi uchun gapda ze kerak. Bu ham xato. Demak, biz 3 ta noto'g'ri javobni topganimizdan keyin bitta to'g'risi qoladi, u ham bo'lsa soft. 11. Hope'dan keyin har doim yodda tursin, to fe'l 1 keladi. Hamisha o'ylab o'tirmasdan belgilaymiz. To fe'l 1. Ya'ni to fe'l ing ni kelishi d variantda xato. Hope'dan keyin of kelmaydi, hope'dan keyin fe'l ing entering kelmaydi. 12. savol. Bring up da ma'nosini toping debdi. Bring up voyaga yetkazmoq degani, xuddi shu ma'noni beradigan bitta so'z bor. Rise degani voyaga yetkazmoq, tarbiyalamoq degani, punish jazolamoq degani, treat muolaja qilmoq degani, teach o'rgatmoq degani. Biz ularga e'tibor qaratamiz. Va DTM testlarida keladigan yana bir savol turi bu, xato berilgan so'zni topishimiz kerak. Xo'p, mana bu yerda e'tibor qaratadigan bo'lsak, I wouldn't eat that food. Men bu ovqatni yemasdim. Unless agar masalan, I wasn't really hungry. Agar haqiqatan da och bo'lmasam. Mana bu yerda bir narsa bor. Unlessdan keyin har doim yodda tursin, not bilan keladigan so'zni kelishi xato bo'ladi. Ya'ni unlessdan keyin notni ishlatish xato. Demak, unlessdan keyin notni ishlatish xato bo'lsa, mana bu yerda wasn't ni ishlatilishi asli xato bo'ladi. To'g'ri javob bu yerda 3-raqamli savol javob bo'ladi va bu A variantda bor. Mana bu reported speech, ya'ni gaplarni report qilish. Aytyaptiki, u mendan so'radi, have you finished reading the magazine? Endi biz o'zgartiramiz. Mana bu yerda asked har bitta variantda o'zgartirilgan. Demak, so'roq gaplarni report qilishda biz so'roq gapni boshiga yoki if yoki whether ni qo'yamiz. If yoki whether. Shunda, xo'p, har to'rttala variantda if bilan whether bor ekan, keyingi usulimiz bizni so'roq gapni darak gapga aylantirish. Darak gapga aylantiraman. You have finished. Darak gapga aylantirdim. Natijada nima bo'ladi? You have finished hosil bo'ldi. Endi men olmoshlarini moslashtirishim kerak. He asked me, u mendan so'radi bo'lganligi uchun men olmoshini qo'yaman mana shu yerga. Demak, if whether you have finished ga men I have finished deyman va zamonni bitta ortga surishim kerak. Natijada have ni had qilaman. Mana shu javobni izlayman endi. If I have xato, chunki men had yozdim, zamon o'zgartirilishi kerak. I had finished tursin. I finished da had yo'q, C variantda, D variantda had I finished bo'lib qolgan. Mana bu I had finished talabiga javob beradigan javob bitta B da bor. 15-savol. So'z o'yini. Bu yerda aytayaptiki, u uniki bilan o'zini ishini nuqta va topdiki, uniki yaxshiroq ekan. Producer ishlab chiqarib, compare taqqosladi, expressed yetkazib berdi degani yoki ifodalab berdi degani, managed boshqardi degani. U o'zini keyin mana bu yerda predlog ham bor ekan. With predlog bilan keladigan bitta so'z bor. Bu yerda compared with bo'ladi, ya'ni bilan taqqoslamoq degani. 16-savol. 16-savolda mana bu yerda about kelgan, predlog, ot yo'q. Any bilan plus ot kelsagina ishlatiladi. Ot yo'qmi, ishlatilmaydi. None dan keyin xo'p to'g'ri. None bo'lishligi uchun gapda mana bu yerda haven't ni nota bo'lmasligi kerak. Not borligi uchun nothing ni kelish xato, none ni kelish xato. Bitta to'g'ri javob C variant bo'ladi. Anything dan keyin ot kelmaydi va not bilan birga kelishi kerak har doim. 17-savol. 17-savolda nail mix degani won't be enough, yetarlicha bo'lmaydi uning ishi uchun. Menga bir nechta kerak. Demak, bir nechta kerak bo'lsa, mana bu yerda nail undosh harf bilan boshlanganligi uchun n ni kelishi xato, z ni kelishi xato, chunki z bitta otni 2 marta ishlatganda bo'ladi, lekin bu yerda gapni boshi to'g'ri kelmaydi va to'g'ri javob bu yerda E bo'ladi.
ya'ni birgina mixni o'zi yetmaydi degan ma'noda ishlatilyapti. 18-savol. Rasmga qarab xulosa topishimiz kerak. O'sha ko'p tushadigan savol turlaridan biri bu. Birinchi gapda aytibdiki, o'g'il bola Kenon degan yaxshi ko'rmoq, going out, tashqariga chiqishni yoqtiradi do'stlari bilan. Bu yerda rasmda do'stlari yo'q. B savol. Fresh air, toza havo, refreshes, tozalaydi, his mind, uning ongini, ya'ni aqlini teran qiladi, while he is studying, u o'qiyotgan vaqtda. Bu yerda kitob o'qib o'tiribdi, demakki to'g'ri qilib olamiz. Keyingilariga qaraymiz, lekin shoshmasdan. Keeping environment, atrof muhitni toza saqlash uning diniy burchidir debdi. Bu yerda atrof muhit tozaligiga e'tibor qaratilgani yo'q. Va D variantda u yaxshi ko'radi qushlar bilan, osmonda uchib yurgan qushlar bilan o'ynashni. Bu yerda o'ynamayapti, bolacha kitob o'qib o'tiribdi. Demak, to'g'ri javob B variant bo'ladi. Va 19-savol. 19-savolda shu notisga qarab umumiy xulosani topishimiz kerak. Bunda ham tarjima muhim rol o'ynaydi. Aytayaptiki, e'lon, safety glasses, xavfsiz ko'zoynaklar talab qilinadi bu hududda. Ya'ni xavfsizlik choralarini ko'rish uchun xavfsiz ko'zoynaklar taqish kerak ekan. A varianti. You should drink, siz ichishingiz kerak, water, suv ichishingiz kerak, with a glass, stakan bilan. Bu yerda ko'zoynak haqida gap ketyapti. Demak, xato. B variant. Siz ko'zoynak taqishingiz kerak ko'zlaringizni himoya qilish uchun. Demakki, to'g'ri. C variant. Sizdan talab qilinadi xavfsiz ko'zoynak taqishni from entrance debdi. Ya'ni sizdan xavfsiz ko'zoynak talab qilinadi debdi. Entrance so'zi bu yerda ortiqcha, chunki gapda hududda deyilgan. Va D varianti esa siz bu joyga ko'zoynak bilan kirishingiz kerak deyilgan. Ya'ni maslahat berilgan ma'noda. Lekin bu yerda aytayaptiki, xavfsizlik qoidalari bu hududda talab qilinadi. Demakki, xavfsizlik qoidalari talab qilinsa, ko'zni himoyalash uchun ko'zoynak taqish talab qilinadi. Shunga ko'ra to'g'ri javob B variant bo'ladi. Va'da qilinganidek, ushbu testning faqat grammatika savollari tahlil qilindi. Matnlarga esa alohida urg'u berilmadi va ularni mustaqil bajarishlik sizga va asosan biz grammatikasi bilan ishlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.